Ana farzandingiz o'zini ichki talanti bor. Biologiyaga qiziqadi deylik. Rosa hayvonlarga, insonlarning ichki organlariga qiziqadi. Keyinchalik bu biologiya yo'nalishida yaxshilab o'rgansa, meditsina yo'nalishida ketishi mumkin. Juda ko'p boshqa biologiya bilan bog'liq, chambarchas bog'liq yo'nalishlarda ketishi mumkin. Ana o'sha qiziqishini so'ndirib qo'yish kerak emas, o'zini xohishlarini tiqib ichiga. Yo'q, sen qo'yib tur bu biologiyani, matematikani o'rgan. Nimaga u matematikaga, shaxmatga qiziqtiradi? Kelajakda aytishing bo'lsin. Hozir qarasa, aytishingni trendi. Katta pul topyapti. Katta pul topadigan kasbga harakat qilaverishadi, deb ota-ona. Bugun aytishinglardir. Lekin farzandingiz katta bo'lib, yetuk bo'lguncha IT yo'nalishi balkim so'ngib ketardi. Chunki biz o'zimizni esimizda biz uchun yuridik yo'nalish eng pog'ona bo'lgan vaqtida. To'g'rimi? Hozir yuridik yo'nalish уже pastga tushgan, o'shandan kelib chiqib ichki talantini so'ndirib qo'yish kerak emas ota. To'g'ri, niyat qilish kerak, lekin kutish kerak emas. Niyat farzandim eng asosiysi o'zi xohlagan hayotni kechirsin, baxtli bo'lsin. Niyatni qo'yib berish kerak, sartarosh bo'lsin. Hozirgi kundachi, bilasizmi, oddiy tantsor bo'lsin, trener bo'lsin, bir kasb bo'lsin, hunar egasi, lekin o'sha qilayotgan ishidan rohatlansa, baraka topyapti hozir. Shuning uchun yaxshi ko'rgan ishini yo'naltirib berishingiz mumkin, yaxshi toza niyat qilib fikringizni halol qilishingiz mumkin, to'g'rilashingiz mumkin. Nima sababdan? Har qanaqa katta yutuqlarga erishgan odamlar o'zini sohasini yaxshi ko'rgani uchun erishadi. Bizda oldindan ko'ra bo'lish qobiliyatimiz yo'q. To'g'ri, kutamiz. Bir xilla bor, kutadi. U kutish bolani o'zini xohishi, iqtidorini ko'mib qo'yib, sizni xohishlaringizni amalga oshirishga o'tib ketib qoladi. Natijada sizni xohishingizga niyat qilib o'tib ketadi-yu. Chunki siz kutyapsiz undan shuni. O'sha niyatiga o'tib ketgan holatda, sizni niyatingizga o'tib ketgan holatda o'zini zo'riqtirib qo'yadi. Haqiqiy iqtidori ko'milib ketadi. Sizni kutganingizni amalga oshiradi, ishga boradi o'sha siz xohlagan ishga. Siz xohlaganchalik ishlaydi, mehnat qiladi, harakat qiladi, lekin ichida har doim o'zidan mamnun bo'lmaydi. O'zidan qoniqmaydi va har doim o'sha charchoq hissi og'riqli his bilan o'tkaziladi. Xuddi kasal bo'lgan tanasi og'riq hissiyotdek his qiladi. Siz o'ylaysiz, что hammasi yaxshi, katta pul topyapti shu kasbni tanlab, shu sohani tanlab, lekin o'sha pul topyotgani ham tatimaydi bolangizga.